Chevrolet Orlando avtomobili. Xo'p, bu avtomobilimiz hozir Magicar qizil start stop qo'yyapmiz. Xo'p, Cobalt Orlando start stop o'chish sistemasi sal boshqacharoq bo'ladi qolgan avtomobillarimizga qaraganda. Talablarga binoan hozir qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, bitta mana pultimiz ko'rishingiz mumkin. Yopsak, mana knopkamiz o'chyapti. Ochamiz, mana yonyapti. Berganmiz, yashil yopdi, ko'kimiz ochda bo'ladi. Bu yerda qizil simimiz постоянный plus bo'ladi. Endi relemiz chiqishi start stopimizga ketgan bitta oq simimiz va oq qora polasa simimiz. Bu yerda ikkita, ya'ni общий 4 ta diod ishlatganmiz. Diodda mana bel bog'larigacha ko'rib olishlaringiz mumkin. Screenshot qilib olsalaringiz ham bo'ladi. Bemalol mana bu yerda ham diod qildik. Xuddi shu tartibda qo'yilsa, xudo xolasa, pultdan quflaganda как положено podsvetkasi o'chadigan bo'ladi. Jigarrang simini aytgancha bu поворотникка ulash esdan chiqmasin. Buni hozir o'zini pultida даже zavодящий ham ulab berganmiz. Hozir ko'rishlaringiz mumkin, zavod qilib beramiz. Mana pultda zavod bo'ldi avtomobilimiz.